Qodir Rahmonov 1961-yilda Toshkent shahrida tug'ilgan. 1993-yilda Shayxontohur tuman ichki ishlar bo'limining jinoyat qidiruv bo'limi kichik inspektori lavozimida xizmat qila boshlagan. 2004-yil 29-mart kuni Toshkent shahridagi Chorsuv bozori hududida joylashgan Bolalar dunyosi do'koni yonida noma'lum ayol tomonidan o'z tanasiga joylashtirilgan portlovchi moslamaning harakatga keltirilishi oqibatida og'ir tan jarohati olib, voqea joyida halok bo'lgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2004-yil 26-apreldagi farmoniga binoan Qodir Rahmonov vafotidan so'ng Jasorat medali bilan mukofotlangan. Mustaqillik fidoyilari, jasorat bilan yozilgan mustaqillik tarixi.